Statistikaga ko'ra, har kuni yuqori qon bosimidan 50 mingdan ortiq bemor hayotdan ko'z yumar ekan. Sizda ham xuddi shu holat sodir bo'lmasligi uchun bugungi videoni siz diqqat bilan ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bugungi videoda agar sizda qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida dorilarsiz qanday qilib qon bosimini nazorat qilish mumkin? Shu usullarni top 5 xil usul haqida aytib o'taman. Va dorilardan tashqari qon bosimini pasaytiruvchi 2 xil vitamin va qo'shimcha haqida ham bugungi videoda siz to'liq bilib olishingiz mumkin. Qaysi hollarda qon bosimini dorilar bilan, qaysi hollarda esa qon bosimini dorilarsiz nazorat qilish mumkinligi haqida ham bugungi videoda siz to'liq bilib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Ko'pchilik qon bosimini oshganini sezmaydi. Agar qon bosimini o'lchab ko'radigan bo'lsa, qon bosimi 150 yoki 160 gacha chiqib ketgan bo'lishi mumkin va bu o'ta xavfli jarayon bo'ladi. Bunga sabab bo'luvchi faktorlar bir nechta. Qon bosimi sabablari haqida biz Dr. Norplatov kanalida alohida video ishlaganmiz. Ko'rib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Hozir esa qon bosimini qanday qilib dorilarsiz pasaytirish mumkinligi haqida bilib olishingiz mumkin. Birinchi usul bu diafragmal nafas mashqi hisoblanadi. Diafragmal nafas mashqida siz qon bosimini pasaytirishingiz isbotlangan. Agar siz diafragmal nafas mashqini to'g'ri 2-3 daqiqa davomida qiladigan bo'lsangiz, qon bosimingiz 20 va 30 simob ustuniga pasayishi ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Diafragmal nafas mashqi oddiy usul hisoblanadi. Bitta qo'lingiz bilan ko'krak qafasini ushlaysiz, ikkinchi qo'lingiz bilan esa qorin bo'shlig'ini ushlaysiz. Xuddi shu holatda agar siz qorin bilan nafas olib, qorin bilan nafas chiqaradigan bo'lsangiz, ko'krak qafasi umuman qimirlamaydigan bo'lsa, 2-3 daqiqa ichida qon bosimingizni 20 yoki 30 mm simob ustunida pasaytirishingiz mumkin bo'ladi. Bu eng oddiy va isbotlangan usullardan biri hisoblanadi. Ikkinchi usul ochiq havoda sayr qilish. Agar sizda qon bosimi 140 yoki 150 simob ustuniga chiqqan bo'lsa, siz uy sharoitida o'tirgan bo'lsangiz, sizdan birinchi asosiy so'raladigan holatlardan biri ochiq havoga chiqib piyoda sayr qilish hisoblanadi. Agar siz piyoda sayr qiladigan bo'lsangiz, qon bosimingizni 10 yoki 15 mm simob ustunida pasaytirishingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilgandek, sizda qon bosimi 140 ga chiqadigan bo'lsa, to'g'ri dorilarga murojaat qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Aynan shu ochiq havoda piyoda yurish sizni yarim soat ichida qon bosimingizni normaga qaytarishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda doimiy pastki qon bosimi yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib tursa, misol uchun qon bosimingiz 120 ga 100 qon bosimini ko'rsatib tursa, ko'pchilik buni почечное давление, ya'ni buyrakdan chiqadigan qon bosimi deb atashadi. Bu 100% noto'g'ri tushunchalardan biri hisoblanadi. Почечное давление, ya'ni buyrakdan chiqadigan qon bosimi bu diastolik qon bosimiga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmagan, umuman aloqasi yo'q bo'lgan tushuncha hisoblanadi. Chunki buyrak hisobiga qon bosimi nafaqat pastki qon bosimi, balki yuqoridagi qon bosimi, ya'ni sistolik qon bosimi ham yuqori bo'ladi. Misol uchun qon bosimi buyrak hisobiga 150 ga 90 yoki 150 ga 100 bo'lishi mumkin. Faqatgina pastki qon bosimini ko'tarilishi bu to'g'ridan-to'g'ri organizmda natriy miqdori yuqoriligidan darak beradi. Agar bunday bemorlar qon analizida natriy miqdorini ko'radigan bo'lsa, bir necha barobar yuqori bo'lishini ko'rish mumkin. Chunki natriy o'zida ko'p miqdorda suyuqlikni organizmda qolib ketishiga sabab bo'ladi. Natriy sababli organizmda ko'p miqdorda suyuqlik qolib ketgandan keyin qon bosimi avtomatik ravishda aynan shu pastki qon bosimi ko'tarilishni boshlaydi. Yuqoridagi qon bosimi bundan keyin ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun agar sizda ham xuddi shunday pastki qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, ratsiondan tuz miqdorini to'liq cheklashingiz va maksimal ravishda kamaytirishingiz tavsiya qilinadi. Uning o'rniga limonli kislotalar yoki shunga o'xshash o'sha taomga maza beruvchi boshqa mahsulotlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki organizmga tushadigan har 1 gram ortiqcha natriy qon bosimini 10 yoki 15 mm simob ustunda oshirishi isbotlangan jarayon. Bu holatda rejali ravishda qon bosimini pasaytirish maqsadida organizmdan tuz miqdorini chetlatish shart bo'ladi. Rejali ravishda qon bosimini dorilarsiz pasaytirishning yana bir asosiy usuli bu kompensator mexanizmga ta'sir ko'rsatish, ya'ni ortiqcha vaznni pasaytirish. Metabolik sindromi bor insonlar qon bosimi 150 yoki 160 ga 90 yoki 160 ga 100 qon bosimida yurishi mumkin. Metabolik sindrom hisobiga qon bosimi yuqori bo'lishi bu qon bosimini to'g'ridan-to'g'ri kompensator ravishda yuqoriga oshib ketishiga sabab bo'ladigan holat hisoblanadi. Nega bunday bo'ladi? Organizmning o'zining norma vazni mavjud. Yuqori vaznga o'tish, ortiqcha vazn yoki semizlikka o'tish jarayonlari har bir yog' hujayra, misol uchun qorinda joylashgan yoki oyoqda joylashgan har bitta ortiqcha yog' hujayrani qon bilan ta'minlash maqsadida qon bosimi avtomatik ravishda oshishni boshlaydi.
Bu kompensator mexanizm hisoblanadi. Aynan shuning hisobiga ham sizda qon bosimi 120-80 emas, 150 yoki 160 ga 90 qon bosimini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu qon bosimini pasaytirish maqsadida dorilardan foydalanish vaqtinchalik to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin doimiy bu dorilardan foydalanish organizmga faqat zarar keltirishi mumkin bo'ladi. Bunday insonlarga eng to'g'ri yo'l vaznni to'g'ri tashlash. Vazn to'g'ri tashlanadigan bo'lsa, qorin aylanasi erkaklarda 92 sm, ayollarda 80 sm ga tushiriladigan bo'lsa, qon bosimiga ta'sir qiluvchi dorilardan umuman foydalanmaslik ham mumkin bo'ladi. Chunki siz normal qon bosimiga ega bo'lasiz va qon tomirlariga hech qanday ortiqcha yuklamasiz qon bosimini 120-80 ga tushirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda agar sizda ortiqcha vazn bormi, ortiqcha vazn bilan ishlashni maslahat bergan bo'lardim. Biz har oyda Doktor Nurplatov Telegram kanalida yuqorida aytib o'tilgan metabolik sindrom, ya'ni ortiqcha vazndan kelib chiqqan qon bosimi va qon bosimini boshqa sabablardan kelib chiqqan holatda davolash bo'yicha har oyda onlayn marafon o'tkazib boramiz. Bu marafonda qatnashib, siz ham xuddi shunday qon bosimingizni to'liq nazoratga olishingiz mumkin bo'ladi va preparatlarsiz ham qon bosimini qanday qilib nazorat qilish bo'yicha alohida onlayn marafonda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanal ссылкасini videosida belgilab qo'yaman. Ushbu Telegram kanalda eksklyuziv ma'lumotlar va YouTube'da chiqarilmaydigan boshqa muhim bo'lgan ma'lumotlar chiqarib boriladi. Albatta qo'shilishingizni maslahat beraman. Yuqorida aytib o'tilgandek, qon bosimini pasaytirish ortiqcha vaznni pasaytirish bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan jarayon. Agar sizda qon bosimi 140 ga 100 bo'ladigan bo'lsa, siz ortiqcha 10 kilogramdan qutuladigan bo'lsangiz, sizdagi qon bosim normal ko'rsatkich, ya'ni 120-80 yoki 130 ga 80 qon bosimiga tushishi mumkin va bu preparatlarsiz vujudga keladigan jarayon hisoblanadi. Agar siz bunga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, sizda haqiqiy gipertoniya kasalligi, keyinchalik esa qon tomirlar zararlanishi, bu esa insult yoki infarktga sabab bo'luvchi klassik ssenariy hisoblanadi. Xuddi shu holatda agar sizda yuqori qon bosimi bilan birga ortiqcha vaznni bir vaqtning o'zida to'liq nazorat qiladigan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tilgan yurak qon tomir katastrofalarini to'liq chetlab o'tgan bo'lasiz va sizda ortiqcha qandaydir muammolar bo'lmaydi. Qon bosimini nazorat qilishni dorilarsiz yana bir usuli bu stressdan qochish. Stressdan qochish hamma har xil tushunadi. Agar siz qandaydir stressdan keyin qon bosimi 10 yoki 20 mm simob ustunida o'tgan bo'lsa va siz qon bosimini pasaytiruvchi preparatlarni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, siz stressdan chiqqaningizdan keyin qon bosimi normadan ham pasayib ketishi mumkin. Bu tabiiy holat hisoblanadi, chunki stress natijasida simpatadrenal sistema, ya'ni SAS degan sistema yuqori bo'lib ketadi. Va katexolamin degan gormonlar, ya'ni adrenalin yoki noradrenalin gormonlari ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Bu esa qon bosimini kompensator ravishda 10 yoki 20 mm simob ustunida oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz stressdan keyin qon bosimini o'lchaydigan bo'lsangiz, 150 yoki 160 bo'ladigan bo'lsa, bu holatda qon bosimini pasaytiruvchi preparatlarga birdaniga murojaat qilish noto'g'ri. Savolda aytib o'tilgandek, ochiq havoda yurish va qo'shimchasiga agar sizda uyingizda aptechkada karvalol yoki valerianka bo'ladigan bo'lsa, bu qo'shimchalar, ya'ni sedativ qo'shimchalar hisoblanadi, bu tinchlantiruvchi qo'shimchalar hisoblanadi va sizning organizmingizga hech qanday nojo'ya ta'sir bo'lmaydi. Karvalol bo'ladigan bo'lsa, 10 tomchi yoki 15 tomchini ozgina miqdorda suvga aralashtirgan holatda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizning qon bosimingizni tushiradi va parallel ravishda stressdan ham iloji boricha uzoqlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari valerianka ham xuddi shunday. Bu qo'shimcha o'tdan tayyorlangan mahsulot hisoblanadi va bu hech qanday retseptlarsiz buyurilishi mumkin bo'lgan qo'shimchalar hisoblanadi. Bu qo'shimchalar yordamida siz stress natijasida kelib chiqqan qon bosimini to'liq nazorat qilishingiz mumkin. Agar sizda hech qanday stress bo'lmasa va siz qon bosimingizni o'lchab ko'rgan bo'lsangiz, qon bosimingiz 160 yoki 170 qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda tezlikda qon bosimini pasaytiruvchi preparatlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Agar sizda qon bosimi 160 ga chiqqan bo'lsa va sizda hech qanday shikoyat bo'lmaydigan bo'lsa, bu holatni rejali ravishda, ya'ni qon bosimini sababini aniq qilib, bu holatni to'liq bartaraf etish kerak bo'ladi. Buning uchun siz albatta kardiolog ko'rigiga borishingiz shart bo'ladi. Chunki bu oddiy holat emas, qon bosimiga ta'sir qiluvchi alohida kaskad mexanizm qaysidirdir ishlagan bo'ladi va sizda qon bosimi yuqori bo'lib ketgan bo'ladi. Bu sababni aniq qilib shunga qarab turib davo chorasini qo'llaydigan bo'lsa, bu holatni chetlab o'tish va qon bosimini to'liq nazorat qilish va hayot davomida sizga bu holat hech qanday xalaqit qilmasligi mumkin bo'ladi. Sizda qon bosimi 160 yoki 170 gacha chiqadigan bo'lsa, rejali ravishda qon bosimini pasaytirishdan oldin tez yordam preparatlaridan foydalanish kerak bo'ladi. Bu qaysi preparatlar? Birinchi asosiy preparat bu kaptopril preparati hisoblanadi.
oddiy ingibitor APF guruhiga kiruvchi preparat hisoblanadi va tezlikda qon bosimini pasaytiruvchi preparat hisoblanadi. Bu preparatdan agar siz to'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz, qon bosimingizni mana shu yuqori qon bosimdan normal qon bosimiga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi preparat bu Karinfar, ya'ni Captopril preparati o'zini effektini 15-20 daqiqa ichida ko'rsatmadimi, bu preparatdan boshqa preparat, ya'ni yuqori pog'onadagi preparatga murojaat qilgan ma'qul bo'ladi. Bu preparat aynan shu aytib o'tilgan Karinfar preparati bu kalsiy antagonist guruhiga kiruvchi preparat hisoblanadi va bu guruh preparatlar qon bosimini kengaytirish effektiga ega bo'ladi. Aynan shu effektdan foydalangan holatda qon bosimini pasaytirish imkoni mavjud bo'ladi. Agar siz yuqorida 2 xil sanab o'tilgan preparatlarni iste'mol qilgan bo'lsangiz ham, yarim soat yoki 1 soat ichida qon bosimingiz normaga tushmasa, albatta tez yordam chaqirish tavsiya qilinadi. Tez yordamda bu holatda sizni qon bosimingizni nazorat qilish imkoni mavjud bo'ladi. Tez yordam kelguncha o'zingizga yordam berish maqsadida, yuqori qon bosimini pasaytirish maqsadida bitta preparat mavjud. Bu Maxanizin preparati hisoblanadi. Sotuvdagi nomi Physiotens bo'ladi va bu preparat har xil dozada bo'ladi. Misol uchun 0,4 yoki 0,3 yoki 0,2 preparati bo'ladi. Bu preparatlar 140 yoki 150 qon bosimida ichish qat'iyan man etiladi. Chunki bu preparat tezlikda bu yuqori qon bosimini normadan ham pasaytirib yuborish effektiga ega. Shuning uchun bu preparat qachonki sizda qon bosimi 170 yoki 180 gacha chiqadigan bo'lsa, sizda qon bosimini pasaytiruvchi preparatlarda bo'lgan effekt bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu Physiotens preparatini bir dona iste'mol qilish sizga tavsiya qilinadi. Chunki bu qon bosimidan tezlikda yordam berish maqsadida ishlatilinishi mumkin bo'lgan preparatlardan biri hisoblanadi. Qon bosimini sababidan kelib chiqqan holatda to'liq davo chorasi bo'yicha, albatta rejali ravishda kardiolog bilan ishlagan holatda bu holatni to'liq bartaraf etish tavsiya qilinadi. Video boshida va'da qilingandek, qon bosimini pasaytiruvchi 2 xil qo'shimcha. Bu qaysi qo'shimchalar hisoblanadi? Birinchi asosiy qo'shimcha bu magniy hisoblanadi. Magniy qon bosimini pasaytirish effektiga ega va sizda aynan shu qon tomirlar silliq mushaklari bo'shashgan holatda qon tomirlar kengayish effekti bo'ladi va qon bosimini nazorat qilish, ya'ni qon bosimini pasaytirish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Katta yoshdagi insonlar uchun magniyni kunlik normativlari mavjud. Bular 400 mg dan 800 mg gacha bo'ladi. Magniy qo'shimchalari ko'proq organik formani iste'mol qilgan ma'qul hisoblanadi. Chunki magniyning organik qo'shimchalari organizmga tezroq singishi va effektivligi yuqori bo'lishi isbotlangan. Bu qaysi magniy bo'ladi? Magniy sitrat yoki magniy taurat yoki magniy glitsinat kabi qo'shimchalardan foydalangan holatda siz qon bosimingizni 10 yoki 20 mm simob ustunda pasaytirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari qon bosimini pasaytiruvchi yana bir qo'shimcha bu kaliy minerali hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgandek, magniy bilan birga kaliy ham to'g'ridan to'g'ri organizmda yurak urishiga ham, yurak ritmiga ham va qon tomirlar kengayish jarayoniga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi mikroelementlar hisoblanadi. Kaliy mikroelementi bu juda ham jiddiy jarayon. Bu holatda albatta kaliy yetarli miqdorda qo'shimcha, ya'ni panangin yoki asparkam kabi preparatlarni iste'mol qilgan holatda siz kaliy miqdorini to'liq organizmga kirgizishingiz mumkin bo'ladi va qon bosimingizni aynan shu 2 xil mineral yordamida pasaytirib, puls bilan birga pasaytirish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.